nevrali dorini ichsa bolam aqli zaif qoladi birovlar, ha? Yoki dorini ko'p ichsa jigarga ziyon qiladi deyapti. Haqiqatda jigarga ziyon. Qachonki dorini bekordan qurib ichsangiz. Uchala tomondan teng harakat qilishimiz kerak-da. Siz dori-darmon beryapsiz-ku, faqat doktorga boryapsiz, ko'ralyapti deb tashlab qo'ymanglar, ha? Tashxisimiz задержка psixorечевой развития, orqada qolish, aqliy va nutqiy jihatdan, ha? Tengqurlarga nisbatan orqada qolyapti degan tashxis qo'yganmiz, ha? Nutqida, fikrlashda. Necha yoshda yurgan Dilmuhammad? 1 yoshda ekan. 1 yoshgacha nima kasallar bo'lgan buni? Tomoq og'rigan xolos. Juda ham yuvosh bo'lmaganmi? Rosa yig'lab qo'ygan. Yig'lab qolmagan, yaxshi. Nevropatolog ko'rib turganmi? Mana ko'rsatganmiz. Necha vaqt? Davinasi bor degan. Lichinasini olamiz. Vaqti olingan, ha? Ismingiz nima? Muhammad. Aytish harakat bo'lyaptimi? Aytilyaptimi? Yo'q. Aytmayapti. Lekin chaqirsangiz o'zini taniydi. Hammani otini biladi. Bu narsalar yasayaptimi? Yasayapti. Yaxshi. Regular. Yasayapti. Murakkabroq narsalar aytyapsiz, olib kelyapsizlarmi? Uncha olib kelgan endi. Ranglarda ajratadigan. Magnitli. Rasklarchi bo'yash harakat bo'lyaptimi? Iloji boricha bolani har tomonlama dori-darmon tomonidan, neyrofiziologiya tomonidan va pedagogik psixologiya tomonidan, uchala tomondan teng harakat qilishimiz kerak-da. Siz dori-darmon beryapsiz-ku, faqat doktorga boryapsiz, ko'ralyapti deb tashlab qo'ymanglar, ha? Qisqasi natija bo'lishi uchun hammamiz teng mehnat qilishimiz kerak, ha? Yaxshimi? Ha, yaxshi. Siz ham, biz ham, pedagog psixologlar ham, ya'ni o'qituvchilar, logopedlar hammasi teng harakat qilsa yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Ko'pchilik so'raydi, mana shunaqa jigarga ziyon yo'qmi, ko'p dori ichyapmiz deydi. Haqiqatda jigarga ziyon. Qachonki dorini bekordan qurib ichsangiz. Shunday dorilarimiz bor, to'g'ridan-to'g'ri gepatotoksik ta'siri bor dorilarimiz bor, jigarga ta'sir qiladigan. Ba'zi dorilarimiz bor, to'g'ridan-to'g'ri nerv sistemani neyrotoksik ta'sir qiladigan. Ba'zi dorilarimiz bor, atotoksik deymiz, qulog'iga eshitishga ta'sir qilib qo'yadi. Ularni berayotganda hamma doktor hisobini olib yozadi. Bersa shunaqa bo'lib qoladi degani emas, u ham keragidan ortiqcha doza bersa shunaqa bo'ladi degan. Nerv sistemada ham xuddi shunaqa. Nevrali dorini ichsa bolam aqli zaif qoladi birovlar, ha? Yoki dorini ko'p ichsa jigarga ziyon qiladi deyapti. Xavotiringiz o'rinli. O'sha aytganimdek, keragidan ortiqcha ko'p dozada berilsa va keraksiz dorini ko'p berilsa, o'shanda xavotir olsak bo'ladi. Endi berayotgan dorimizni foydali, ziyonli tomonini hisobga olaylik-da. Batlar, vitaminlar berilyapti. Ularda umuman ziyoni yo'q deyarli. Xavotir olmanglar. Hozir qonda dam bo'lgan dorini ham dori deb qabul qilyapmiz, tashqaridan qarasa. Hech qanaqa ziyoni yo'q ular misol uchun. Agar chaqaloqli dorilar hisobga olayotgan bo'lsangiz. Chaqaloqlikda ham izikola shunaqalar ko'paytishgan. Mana izikol, boboti, bu narsalar beryapmiz, dori ko'payib ketdi. Bunday qarasangiz, bir normal dori emas, hammasi ichakka tushadi, chiqib ketadi, ichak harakatini tezlashtirib o'tib ketadi. Hech qanaqa jigarga toksik ta'siri yo'q.